Sizlarning sochinglar gullab, qurib va o'smayaptimi? Unda bu videoni oxirigacha ko'ring. Sizlarga zo'r maska tayyorlab qo'ydim. Maskamizga qo'shiladigan narsalar qizil piyoz, rozmarin va qalampir munchoq kerak bo'ladi. Ishimizni piyoz archishdan boshlab olamiz. Piyoz artib bo'lganimizdan keyin bitta yuvib kelib, xuddi shunaqa kubik shaklda to'g'rashni boshlaymiz. O'zimizga udobniy bo'lgan idishni gazga qo'yib, xuddi shunaqa suv solib, to'g'ralgan piyozlarni solib olamiz. Piyoz bitta qaynab chiqqandan keyin menga o'xshab shunaqa rozmarinlarni qo'lingizda ezib solib chiqasizlar. Undan keyin rozmarin bilan piyoz bitta qaynab chiqqandan keyin qalampir munchog'i solishga o'tamiz. Men bir hovuch soldim, sizlar ikki hovuch solsanglar ham bo'ladi, agar sochinglarni quruqligiga qarab. Bu julo bag'ishlaydi va sochni go'zal qiladi. Maskamizni tayyor holati xuddi shunaqa bo'ladi. Men oynani yoniga suv ichish uchun solib qo'ydim. Donachalaridan suvni ajratib chiqishimiz kerak. Bizga faqat suv kerak. Shunaqa udobniy idishlarga solib chiqdim o'zim uchun. Buni muddati bo'lmaydi. Bemalol 2 oy davomida ishlatsanglar bo'ladi. Shunaqa udobniy idishga solib, o'zingizlar xolodilnikka qo'yib qo'ysanglar, bemalol xohlagan vaqtingizda ishlatsanglar bo'ladi. Men o'sha bu yerda maskani surishni boshladim. Sochni to ildizdan sochni uchigacha sochimizda yarim soat davomida turadi. Undan keyin shampunlab bemalol yuvsanglar bo'ladi. Piyoz hidi kelmaydi. Bular eng foydali maska bo'ladi. Sochni nima muammosi bo'lsa, hammasini bartaraf etadi. Men bu yerda o'sha yuvib, sizlarga ko'rsatyapman. Bemalol rezultatni ko'rishingiz mumkin. Instagram sahifamga obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan da zo'r videolar hali